Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Sim yağmur yağıp tallagan manzaramiz taz yaxşı olmay kaldı keçiren vatandaşım. Bugünkü mavzularımız mındak. Beijing'e signal tarqatdı. Hindistan, Mongoliyanın prezidenti Batolgani Hindistan'ı ziyaret qilishga taklif qildi. Mavzula xabar 7. ayın 28. günü ben bir torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Biz ötkenki leksiyamizde Mongoliyanın prezidenti Batolgani Hindistan'ın veziri Modi Hindistan'ı taklif kıldı degenindik. Manada konkretrak bir 2-3 cümle söz boğallık için bu makalı yani kayıt tayarladık. Ahırda vatandaşlar ile analiz kılımız birlikte. Haber mındak başlandı. Çünkü Hindistan çigra macera sel kılınmay turgan bir paytda. Hindistan'ın veziri Modi, Mongoliyanın yeni saylangan prezidenti Batolgani Hindistan'ı ziyaret kılışqa taklif kıldı. Hindistan matbuatları mundaq taklif qilishni Jongoga signal tarqitish, balki bundaq diplomatik harakat Janubiy Osiyoning xalqaro munosabatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ko'rsatdi. Bu Beijingga signal tarqitish bu ish Janubiy Osiyoning vaziyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ko'rsatdi Hindiston matbuotlari. Hindistan'ın Tunji Pochta gazeti torbeti vezir Modi Batolgani Hindistan'ı ziyaret qilishga taklif qildi. Bu orqali Jongoga signal tarqatdi, mavzuli xabar e'lon qildi va Modining bu harakatining ahamiyati va ta'siri to'g'risida to'xtaldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 2015-yili Ulan Bator'da ziyaretde bo'ldi. Hindistan'ın veziri Modi. Şu vaqt vezir Modi Mongoliyani $1 milyard qarz pulu bilan ta'minlashga ma'qul bo'ldi. Enlikka yana bir xabar keleyli. Reis Xi Jinping Hindistan'ın yuqori darajalik maslahatchisi bilan ko'rishishdan avval Jungo nemishqa odatdan tashqari signal tarqatdi. Mavzuli xabar 7. ayın 27. günü Do'yi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Jungo Hindistan sürkülüşü davamlaşıyotgan bir paytda Hindistan davlat bexatarligi maslahatchisi Ajit Dovalni Beijing davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechi bilan ko'rishga vat. Ajit Doval Reis Xi Jinping bilan ko'rishishdan avval Jungo o'zining burunqi qattiq pozitsiyasi holatini o'zgartdi. Bundan maqsad nima? Hindistan vaqt gazeti 7. ayın 27. günü Hindistan'ın bexatarlik ishlari bo'yicha maslahatchisi Ajit Doval Yang Jiechi bilan suhbat o'tkazgandan keyin Beijing yumshash signalini tarqatdi. Mavzuli xabar e'lon qilinib mundaq ko'rsatdi. Hindistan bexatarlik maslahatchisi Ajit Doval 7. ayın 27. günü 6-5 davlat yig'ini qatnashish uchun Beijingga yetib keldi. Ajit Doval bu qatim Hindistan armiyasining chegarada o'tib, ozodlik armiya bilan so'rkilish hosil qilishini planlaguchilarning birisi edi. Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi 27. kunida Ajit Doval bilan suhbat o'tkazdi. Suhbat qandoq olib berildi? Biz Xinhuaning obzoridan bu to'g'rida fikr ola olamiz. Xinhua mundaq ko'rsatdi. Jungo va Hindiston o'zaro ishonchni kuchaytirish lozim. Chunki ikki davlat tug'ilish bilanla dushman davlatlar emas. Dikkat vatandaşım, Yang Jiechi Xinhua'nın deb ko'rsatdi. Jungo va Hindiston o'zaro ishonchni kuchaytirish lozim. Chunki ikki davlat tug'ilish bilanla dushman davlatlar emas. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Xinhua Jungo bilan Hindistonning jiddiy munosabatini pasaytirish to'g'risida signal tarqatdi. Demak, Hindiston bilan Jungoning jiddiy munosabatini, navbatga jiddiy munosabatni pasaytirish to'g'risida Xinhua signal tarqatdi. Xinhua Jungo Hindiston o'rtasida urush portlashdan saqlanish to'g'risida kuchli iltimos qildi. Demek Hindiston bilan Jungo o'rtasida urush bo'lishidan oldini olish uchun Xinhua kuchli
iltimos qildi. Xinhuashi kuchlik iltimos qildi. Signal ko'rsatdiki, ikki davlat to'qlam so'rkilishidan paydo bo'lgan vaziyatni pasaytiradi. Maqolada bunday hukm qilindi. Jungo bo'shab ketdi. Maqolada bunday hukm qilindi. Jungo bo'shab ketdi. Buning hammasi Jungo rahbarlarining tarqatgan signalidir. Ya'ni Jungo bilan Hindiston o'rtasida harbiy to'qinish portlash mumkinligidan saqlanishimiz lozim. Chunki Hindiston Jungoning muhim mablag' soladigan davlatidir deydigan signalni tarqat. Jungo rahbarlari yuqoridagi signalni tarqat. Asli bu ish Jungoning raisi Xi Jinping 7-ayning 28-kuni Oltin kesak besh davlat yig'inining bexatarlik yig'ini qatnash uchun kelgan vakillar bilan ko'rishadi. Ajitda olmi shuning ichidagi birisi edi. Hindiston vaqt gazeti bu ko'rishning o'rinlashtirilishi rasmiy ko'rishi ishlab ko'rsatdi. Demak 27-kuni yetib keldi. Yani 27-kuni qabul qildi rais Xi Jinping ham 27-kuni qabul qildi. Jiddiy mikan vatandoshim, yuqorida Xinhuashi nima deydi? Ikki davlat o'rtasidagi urush va jiddiy holatda pasaytish to'g'risida Xinhuashi Hindistonga iltimos qildi. Xinhuashi ishlatgan so'z iboralar va Jungoning yana boshqa bir gazeti Yarshar vaqt gazeti e'lon qilgan obzor bilan tubdan o'xshashmaydi. Yarshar vaqt gazeti burun Hindiston qattiq signal tarqatib kelgan. Bunda o'xshashmaslik Jungo hukumatining Hindiston qaratgan pozitsiyasida o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari film bor agentligi 2016-yil 9-ayning 18-kuni Hindistonning hozirgi bexatarlik masalasi Ajit Do'olning sirliq odam ekanligini ko'rsatgan. Va Pokistonda 7 yil yoshiron razvet xizmati bilan shug'ullangan. Nurg'un kishilar Ajit Do'ol Hindistonda vazir Modidan qolsalar ikkinchi darajali odam deyishidi.